Hammaga assalomu alaykum. Esinglarda bo'lsa, bundan oldingi videoda aytgandim darsda 3 ga bo'ldim deb. 3 ta qilib cho'zib o'tirgim kelmadi-da. Qolgan darslikda bugungi videoda o'tiraveramiz. Aytgancha, bundan oldingi videoni ko'rmagan bo'lsanglar, albatta uni birinchi ko'rib olinglar. Agar ko'rgan bo'lsanglar, biz boshladik. O'zimizga mos uzunlikda to'qib olganimizdan keyin yangi qatordan yelkani to'qishni boshlaymiz. M razmerga 7 ta, XS razmerga 6 ta setka to'qiymiz. 7-setkani to'qib olgandan keyin yana 6 ta zanjir olib orqaga qaytamiz. To'qish shakli ashashi bir xil, o'zgarmaydi. Har doim qator boshi 6 ta, qolganlari 5 ta zanjir bilan davom. Bo'yiga M razmerga 11 ta, XS razmerga 9 ta setka to'qiladi. Qaranglar, bu o'ng tarafi, bu ters tarafi. Ters tarafiga to'qimani qayriltirib, shu ichki qismiga uchburchaksimon qiya shakl chiqaramiz. Ko'paytirish uchun yana odatdagidek 6 ta zanjir bilan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta zanjir to'qib, shu birinchi setkaga yana qaytadan kirgizamiz. Shuna qilib bitta setkaga 2 tadan zanjir to'qiganimizda qiya uchburchak shakli hosil bo'ladi. Men adashib ketmaslik uchun ko'paytirgan joyimga shunaqa to'g'nog'ichlar taqib qo'yaman. Agar sizda bunaqa to'g'nog'ich yo'q bo'lsa, nimadir qilib shu joyni belgilab qo'yinglar, chunki setkalar soni ko'payganda adashib ketmaysizlar ham. Mana ustidan bir qator to'qib keldim. Endi shu ko'paytirgan setkalarimiz ustiga yana bittadan to'qib chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunga ham 5 ta to'qiymiz. Shu to'qish davomida 5 sonidan shunaqa zerikdim. Mana ko'rib turganingizdek, shunaqa sekin-sekin qiya uchburchak shakli hosil bo'ladi. O'zi orqa qismni to'qib, eplab shu yergacha kelib olgan bo'lsanglar, bu yog'i hech nima emas. Faqat shu hisob-kitobni to'g'ri qilib, qayerdan nima qilganlarni eslab qolsanglar bo'ldi. Ana ko'paytirgan setkamni ustiga 3 qator to'qib oldim. Shu 3-qatorning ustiga yana bitta ko'paytirib olamiz. Qanaqa qilib ko'paytirish kerakligini jicha oldin aytib o'tdim. Bitta setkaga 2 marta to'qib olamiz. Birinchisi 6 ta zanjir, ikkinchisi 5 ta zanjir. Ikkinchi marta ko'paytirgandan keyin bir qator to'qib kelib olib, uni ustiga yana bir marta ko'paytirib olamiz. Keyin buni ham ustiga yana bir marta 3 qator to'qiymiz. 3 qator to'qib kelganinglardan keyin 4-marta ko'paytiramiz va bu oxirgisi bo'ladi. Hammasi bo'lib 4 marta ko'paytiramiz ekan. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun men sizlarga o'z sxemasini yozib qo'yaman shu yerga. Yetarlicha shakl chiqarib bo'lganimizdan keyin bu yog'i hech qanday o'zgarishlarsiz, ko'paytirishlarsiz odatdagidek to'qib ketamiz. Ana shu yerda setkalarni sanab olinglar. M razmerga 11 ta chiqqan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. XS razmeriga 10 ta chiqqan bo'lsa to'g'ri to'qayotgan bo'lasizlar. Oxirigacha kiygizib to'qib olganimizdan keyin endi yon tarafini bir-biriga ulaymiz. Oddiy narsa tikayotganinglarda ham tezini qilib olib ulab tikib chiqasizlar-ku. Buni ham xuddi shunaqa teskarisiga o'girib olamiz. Ikkala tarafni teng qilib birlashtirib, poydevor bilan setkani o'rtasidan bitta ilmoq olib, shu yerdan to'qib ketamiz. Bitta yonidagi ilmoqqa kirgizib, birinchi jicha qismini to'qiymiz. Undan u yog'ini qo'lgacha, qo'ltiqqacha tikib ketamiz. Tezda to'qiyman deb shoshilmanglar, ahamiyat berib, e'tibor berib to'qinglar. Sifatsiz qilib, xunuk qilib qo'yishinglar mumkin. Shu yergacha to'qib bo'lgandan keyin o'zimizga yetarli qilib ipni kesib olib, shunday kurchokdan o'tkazib olamiz. Qolgan qismini 3 kattaroq bo'lgan ninada tikib chiqamiz. Shuna qilib tushirib olsanglar, ip chiqib ketib qolmaydi. Har bitta zanjirdan o'tkazib, bitta-bitta tikib chiqinglar. Shunday o'ngini o'girganinglarda teshik-teshik bo'lib qolmasin. Ustinglarga kiyib ko'ribmi yoki boshqa birorta kiyiminglardan o'lchapmi, qo'ltiqqacha to'qinglar. Ikkinchi yon tarafni boshlayotganimizda shunday orqa tomonidan boshlaymiz. Shu uchiga ipni 2 marta bog'lab olib, u tarafini ko'rsatdim-ku, ash tarafi bilan bir xil qilib to'qib chiqinglar. Keyingi bosqichimiz qo'l. Agar siz shu yergacha yetib kelgan bo'lsangiz, tabriklayman, ancha-muncha narsani eplab qo'yibsiz. Tikib chiqqan joyimizdan shu o'ng tarafdagi setkaga ip ulab boshlaymiz. Ko'paytirish ham bo'lmaydi, kamaytirish ham bo'lmaydi. Shu aylana bo'ylab birin-ketin to'qiymiz. Keyingi to'qiladigan setkalar uchun faqat 5 tadan zanjir olamiz va shu chap tarafdagi setkaga to'qiymiz. Shu to'qigan joyimga to'g'nog'ich qadab qo'ydim. O'zicha qadab qo'yish ham shart emas, lekin menga yoqadi. Qandaydir hali to'qayotganingizda eslatishliroq, chiroyli turadi. Yana 1, 2, 3, 4, 5 ta zanjir olib, bundan keyingilarga faqat 5 tadan zanjir olamiz. Shu aylana bo'ylab bir qator qilib to'qib keldim. Har bir qatorda oxirida shu belgilab ketgan setkamizni ichiga emas, shu o'rtasida turgan zanjiriga to'qiladi. Hozir to'qigan bir qatorimiz tashqaridan to'qiluvdi. Endi shuni shunday aylantirib olib, ichkarisidan to'qiymiz. Birinchi setkani ichidan ilmoq olib,
1, 2, 3, 4, 5 ta zanjir olib, keyingi setkaga to'qib ketamiz. Har bir qator xuddi shunaqa takrorlanadi. Birinchi to'qayotganinglar uchun boshida adashib ketasizlar, shuning uchun to'g'ni oshda qilib qo'yinglar. Ikkinchi qo'lga o'tganinglarda уже sezib qolasizlar, choklarini bilib qolasizlar, unda qiynalmaysizlar. Taqmasanglar ham bo'laveradi. Bir qatorni tugatayotganinglarda 5 ta zanjir olib, o'zi faqat 5 ta olinadi yengda. Birinchi boshlangan setkani zanjiriga to'qiladi. Yangi qator boshlayotganda to'qish yo'nalishimizni ichiga bo'lsa tashqarisiga, tashqariga bo'lsa ichkarisiga o'zgartiramiz. Setkani ichidan bitta ilmoq olib, yana 5 ta zanjir to'qib, shu to'qigan setkamizga, ya'ni qator boshiga to'g'ni oshni taqib qo'yib davom etamiz. Mana va nihoyat kardiganimiz bitta hisob. Endi buni sifatli ko'rinish uchun ishlov beramiz. 5 ta zanjir bilan oxirgi qatorni tugatib olganimizdan keyin shunday mana shu bir qator qilib har bitta setkani ichiga 3 martadan to'qib chiqamiz. Bitta setkaga 3 ta petli olib to'qib, keyingi setkaga o'tish uchun bittadagi zanjirdan ham bitta petli olishimiz kerak bo'ladi. Ko'rsatganimdek qilib, ikkala yengni ham bir qatordan qilib to'qib chiqinglar. Ham sifatli, ham chiroyli turadi. Oxiridagi shu kesilgan ortiqcha ipni ko'rinmaydigan qilib har bitta zanjirning ichidan tiqib chiqinglar. Endi bu tarafini shunday qilib qo'yganinglarda chap tomonni mana shu ko'rsatgan joyimdan ip ulab olib boshlaymiz. Birinchi boshlashda shu zanjirdan bitta petli olib, keyin setkani ichiga 3 martadan to'qib, yengini qanaqa to'qigan bo'lsa, buni ham xuddi shunaqa har bitta setkaga 3 tadan to'qib, shunday chekalaridan aylantirib to'qib chiqamiz. Qayralar tayyor shakli ham shunaqa ko'rinishda chiroyli bo'lib, sifatli bo'lib qoldi. Oldidagi bantikchasini to'qish uchun zanjir olamiz. Men 120 ta oldim. Agar sizlar uzun bo'lishini xohlasanglar, uzun bo'lib tursin desanglar, undan ham ko'proq olishinglar mumkin. Mutlaqo o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Zanjirni to'qib bo'lganimizdan keyin shunday orqa tarafini o'girsak, o'zingizlar ko'rasizlar, o'rtasida bo'rtib ilmoq-ilmoq bo'lib ajralib qolgan bo'ladi. O'sha bo'rtigan ilmoqqa kurchoq kirgizib, bitta ilmoq olamiz. Keyingilarni ham xuddi shunaqa davom etamiz. Zanjirlarda albatta tersini o'girganinglarda o'zi sizlarga ko'rinadi. Bu rang to'qlik uchun uncha ko'rinmagan hozir videoda, lekin shu zanjirda orqa tarafini o'girganinglarda o'zingizlar his qilasizlar, ko'rasizlar shu bo'rtilgan ilmoqlarni. Keyin yana bitta eslatma. Zanjir olayotganinglarda holi tashab olinglar, chunki men o'tayam zich olganim uchun to'qayotganimda qiynaldim. Sizlar hol tashab olsanglar, to'qayotganinglarda o'zingizlarga qiyinchilik tug'dirmaydi. To'qib bo'lganinglardan keyin shuna qilib, chiroyli qilib taqib qo'yib, dazmollar qilib kiyinglar. Yaxshi kuninglarga kiyishlik nasib qilsin.